Men Qo'qondaman. O'zimni tug'ilib o'sgan uyimdaman. Endi hozir men sizlarga shu dodamlar turadigan, rahmatli dodamlar turadigan uylarni ko'rsataman. Dodamni ertaga 20lari jumada marosimlarni o'tkazish uchun kelganmiz. Shunaqa fayzli, shunaqa mazza qilaman shu yoqqa kelsam. Bu shoftoli, o'sha tukli shoftolidan. Shunaqa chiroyli qilgan. Endi bo'lak gullari, archalar, bu yoqda atirgul. Xo'p, bu yoqqa keladigan bo'lsak, bular bizda menimcha otqular deyiladi. Endi hamma biladi. Bular o'smalar, o'sha qoshga qo'yiladigan o'sma, bu o'zlaricha ekkanlar. Bu yoqda kashnach ukruplar. Bu dodam ekkan olma. Olma har yili shunaqa zo'r qiladi, juda ham ko'p. Mana ko'rib turganingizdek. Juda ham chiroyli. Juda ham ko'p. Bu yoqda o'rik va dodam yaxshi ko'radigan slivalari. Dodam yaxshi ko'rardilar. Bu ham rosa chiroyli qilgan. Har yili shunaqa qiladi. Shoxlari sinib ketadi ko'p qilganidan, chunki dodam bunga mehr berardi. Bu bizning mahalla. Manzarani qaranglar. Havo shunaqa toza. Shunaqa mazza. Qo'shnilarimizda yomg'ir anjir. Buni ham dodam ekkanlar. Bu ham bu yil juda zo'r qilgan, ko'p qilgan. Bu mayda sliva. Bu ham rosa ko'p qiladi mana. Mayda kichkina bo'ladi. Bu bodom. Bodom shunaqa katta bodomni mazza qilib bor mana. Razmerini qaranglar. Xo'p. Hozir o'zida mana shuncha bo'lgan. Bu yoqda bo'lsa nok bilan bexini chachishtirganlar. Nok ham o'sha haqiqiy o'zbekcha nokdir. Yarmi nok, yarmi bex. Dadam o'zlari qildirganlar mana shuni. O'zlari juda yaxshi ko'rardilar, shuning uchun bu hovlini olishgan o'sha paytda. Hovlida o'zim yaxshi ko'rgan mevali daraxtlarimni ekib parvarishlayman deganlar. Bu yoqda uzumlari bor. Uzumlari ham shunaqa chiroyli uzum. Bu uzumdan bozordan topolmaganman. Faqat dodamda bo'lgan. Dodamning uzumlari boshqacha, yetilganda uzardik, rosa shirin bo'lardi. Bu anor, tuyatish anor deyiladi. Dodam shunaqa derdilar. Anor donachalari katta pushti bo'ladi o'sha.